Assalomu alaykum hurmatli akalar. Malibu 2012-yilga ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanika luklik varianti. Mashinaning holati. O'ta ideal holatga turibdi mashina. Kelib bemalol ko'rib, tekshirib, proverka qilib olishlaringiz mumkin. Bank orqali ham bo'ladi, naqd pulga ham qilib beramiz. Bu mashinamiz narxini $10,200 ga baholadik. Ozgina o'tar joyimiz bor. O'tib kelishtirib ham beramiz. Kelib ko'rib tekshirib olishlaringiz mumkin. Holati juda a'lo turibdi. Metan gaz o'rnatilgan mashinaga. Salon qismini ham ko'rsatib o'taman. Probegi 168 ming yurgan mashinaning probegi. Luklik varianti. Salon holati. Mashinaning holati a'lo darajada turibdi. Bemalol kelib tekshirib ko'rib olishlaringiz mumkin mashinani. Zapaskalar tushmagan mashinani. Ana metan gaz. Kimga yoqadigan bo'lsa, bemalol telefonga aloqaga chiqib 91 633 25 32 telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Kelib ko'rib, bemalol savdo qila olishlaringiz mumkin. Mashinamiz zo'r holatda turibdi. Ana shu mashina. Kimga ma'qul kelsa, bemalol kelib telefonlashlaringiz mumkin.